Sizlarga savol akalar, ukalar. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Kanalizatsiya sohasi bo'yicha bu yangilik yoki bomba yangilik deydimi? Bu to'lmaydi, ishonasizlarmi? Uylar, yerlar zakkashir suv chiqib ketyaptimi? Shunda ham to'lmas ekan, umuman to'lmaydi. 50 yil garantiya berishyapti. Men qoyil qoldim. Qanaqa nimani hisobiga to'lmaydi deb o'ylayapsizlarmi? Texnologiyasini sizlarga o'rganamiz. Like, podelitsiya qilib qo'yasizlar, obuna ham bo'lib qo'yinglar. Zo'r video bo'ladi. Ma'lumotga boy boshlayveramiz. Akalar, ukalar, mana shu sexni, shu texnologiyani olib kirgan rahbarlari mana Sodiqjon aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Sizlar, yaxshimisizlar? Aka, vaqt o'tkazmaylikda bitta texnologiyasini tushuntirib bering. Nima uchun bu to'lmaydi? Bu qanaqa materialdan? Shular haqida qiziq qilib bering aka. Bo'ldi aka, siz tushundim. Bu materialimiz stikla house-da. Stikla house deyiladi. Eng nimasi afzalligi zanglamaydi, chirimaydi. Chirimaydi. Bu qalinligi 2 sm bo'ladi. Buni olib borib o'rnatgandan keyin eng qulayligi shu bakteriya bilan ishlaydi bu narsa. Bakteriya bilan ishlaydi. Ha. Bu qanchaga garantiya berasiz? Necha yil turishiga shuni? Buni 50 yil aka. 50 yil. Ha. Garantiyasi. 50 yil. Umuman qaytib buni ochishmaydi ham, bu o'zini obработка qilib, kunlik suvini obработкасini o'z yertaga haydaveradi. 50 yil garantiya bo'lsa, demak bir 100 yil ham maydi. Turaveradi, o'zi oddiy oyoq kiyimni tagi 50 yil turadi. Ko'p qo'ysangiz-da, bu narsa 2 sm-ligi. Manalarga kelib ko'rsating. Mana bunday bo'ladi deb tushuntiraylik-da. Mana shuni. Keling. Mana перегородкалari bor aka. Mana bunday qilib ko'rsataylik. Xo'p. Mana. Ko'ryapsizmi qalinligi? Qalinligi 2 sm, o'rtasida jiddiy kamina bor. Bu degani mana mashina o'tadigan joylar bor-ku. Mashina o'tadigan joylarga ham qo'ysa bo'laveradi. Havoda shebionka ham o'taveradi buni ustidan. Bu masalan liqillagani bilan sinmaydi-da. Sinmaydi. Mana перегородкасы. Bu hammasi 3 kameralik bo'ladi aka. Xonadonlar uchun chiqarilyapti. Tushuntirish bo'yicha mana ichida 3 ta bo'limga seksiya bor-deng, ha. 3 ta bo'lim bor. Xo'p, kanalizatsiya qayerdan bu yoqdan tushadi aka? Birinchi seksiyaga tushadi, to'g'rimi? Birga tushadi. Birga tushadi. U yerdan tushungan bo'yimcha bakteriyalar tashlanadi. Bakteriyalar nimani hisobiga bakteriya ishlaydi? Shuni tushuntirib keting o'zingiz. Bakteriya bu qanday desa bo'ladi? Bakteriyani ko'pchilik o'ylashadi ximikat deb. Odashtirishadi, bu ximikat emas. Odamga umuman ziyoni yo'q. Keyin nima deydi? Ko'pchilik o'xshatishadi, qurtga o'xshatishadimi? Bu narsa suv bo'ladi hammasida. Oddiy durujda olib ko'ringlar, xamirga tashlaydigan durujani masalan suvga tashlaversangiz ko'rinmaydi-ku. Xuddi o'sha duruja ham bakteriya hisoblanadi-da. Mana suzma, qatiq hammasi bular bakteriya bilan-da. Bakteriya. Ximikat bilan emas deyman-da. Tirik organizm. Tirik organizm bular. Bu bakteriya 6 oygacha yashaydi bu narsa. Endi qarang, nima uchun nima deydi? Nima qilganki suvni tortib ketadi bu? To'lmaydi. Shuni tushuntiring. Bundan masalan endi qo'polroq qilib gapiramiz-da. Endi odamning axlatini 12% yog' bo'ladi. Oshxonadan keladi yog'. Odam yuvinganda ham kerak bo'lsa yog' ichadi-da. Shularni terib beradi-da bakteriya. Yog'ni terish bilan shug'ullanadi-da asosan. Demak, qarang, mana misol uchun haligi biogo'miz bor-ku. Go'ngni tashlaysiz, go'ngni yeydi ular, to'g'rimi? Shunday. Bular yog' uchun o'sha axlatni maydalab tashlaydi. Shunday narsa. To'g'rimi? U yog'ni yegandan keyin u oddiy suv bo'lib qoladi. Texnik suv. Suv bo'lib qoladi. Texnik suv deb kak yomg'ir suvini aytadi aka bu. Nimaga tarkibida yog' yo'q? Yog' yo'q. Ichsa bo'lmaydi uni. Texnik suvda bu masalan dehqonchilikka bo'laveradi. Xuddi shunday suv chiqadi. Keyin bu o'rta seksiyaga o'tgandan keyin u suv bo'lib o'tadimi yo chala bo'ladimi shunda? Yo'q, bu masalan mana yerga kelavering aka, mana yerdan osonroq chiqadi. Masalan, buni kattarog'ida, mana bu yerda bo'lingan. Mana yerda kameralik bor-da, mana shu yerda bo'lingan bo'lsa, buni griyazga olinadi-da kattani. Asosan griyazga mana hojatxona, baniya, alohida. Baniya, kir yuvish mashinasi bunga ulasangiz, bunga oshxonani olib kelib ulaverasiz. Buni 3-kamera faqat suvni tindirib chiqarib beradi. Shunday narsa bo'ladi. Endi buni hozir xotlarini qo'yib qo'ymaganmiz, trubachalarini, nimaki bu og'ir narsa. Mana shu ko'rib turganingiz 3 tonnalik 350 kilo. Mayda har xil vaziyatda, masalan, sizni xonadoningizga olib borsam, aydan har xil vaziyatda bo'ladi-da. Dumonat akbirishga to'g'ri keladi, boshqa bo'ladi, sanab ketyapti. O'shaning uchun o'sha joyda biz o'zlarini teshiklarni qo'yib, qilib beramiz. O'rnatgandan keyin joyida haligi qilib berasizlar. Masalan, 90% tayyor bo'lsa, bir 10% ni joyiga borib qilib beramiz bu narsani. Misolcha, dorozachilar ham borib o'rnatib, haligilarni qoqib qilganda o'sha texnologiyasi bor. Xo'p, aka, endi yana menga qiziqtirgan hali ma'lumot berdingiz. Bu suv chiqib ketgan zak yerlarga ham ishlaydi bu narsa dedingiz. Ishlaydi, shunday ekan.
Kanalizatsiyasi to'lib ketmaydi. To'lib ketmaydi. Ishonch bilan aytyapsiz. Ha, shunday. Tushuntirib bering. Endi qarab turing. Mana texnik suv chiqadi, yog'siz deyapmiz-da. Masalan, yomg'ir yog'yapti, emib ketaveradi yer. Nimani hisobiga tarkibida yog' yo'q. Yog' yo'q. Yog' yo'q. Hozir siz masalan yarim metrdan suv chiqyapti deylik. Hop. Ikkini kovlaysizda, kovlatib bitta zilda shebenkani akil to'kasizda, yana 10 tonna suv quyingda ketaveradi u narsa. Ketaveradi. Ketaveradi 10 tonna suv quysangiz. Nimaga tarkibida yog' yo'q-da u? Yo'q, oddiy suvda u, Buni oddiy hojatxonalarda o'sha axlatlar bor-ku, masalan, yog' tarkiblari bor, qatlam hosil qiladi-da. Suv bermaydi keyin tashqariga. Tushunasiz, kaksalapanga o'xshab oladi, bekitib oladi-da. Keyin har xil hid beradi, boshqa kasallik ana bundan kelib chiqadi-da. Bu qaranglar, masalan uchun yerni ustiga bir salafan to'shab suv quysangiz, suv turaveradi. Turaveradi. Shunaqa deb tushuntiryaptilar. U bakteriya o'sha inson axlatidan umuman yog'larni yeydi-da, oddiy yomg'ir suvi bo'lib qoladi, suv to'g'ri ketaveradi ertaga. Ketaveradi. Mana shuni hisobiga to'lmas ekan. Xo'p, aka, endi mana hop siz bu Rossiyaga necha yildan beri bor bu Rossiyada bu? Bu Rossiyada 15 yildan beri bor. 15 yildan beri bor bu narsa. Xitoyda 50 yildan beri. Xitoyda 50 yildan beri. Mana nima uchun haligi aholi zichda ularda. O'shaning uchun ular ekonom qilish yo'llarini qilishgan. Siz misol uchun siz O'rta Osiyoda endi men o'zim olib kirdim deyapsiz bu narsa. 3 yil bo'ldi-da kirganimizga. 3 yil bo'ldi. Demak, 3 yil bo'lgan bo'lsa o'rtoqlar qalay bo'lyapti? Zakazlar tinmayapsizlarmi? Xudo xolasa yaxshi emas. Nasibiga yarasha olib turibmiz. Buni razmerlari bor ekan, Bu katta inshootlarga, domlarga ham nechta tonnagacha bor, shular haqida aytib keting. Endi hozir eng kichkinasi bizda 2 tonnalik bo'lsa, eng kattasi 50 tonnagacha bor. 50 tonnagacha. O'zingizlar mana shu yerda yasab, qilib olib ketadi. Dastavka olib borib o'rnatib berasizlar. Ha, shunday ekan. Mana keling, mana katta obyektlar chiqadi-da, biz hozir endi xonadonnikini aytgan bo'lsak, mana bu yerda masalan 100 kishilik bor, 20 kishimiz, 30 kishimiz deyshadi. Mayda tashkilotlar ham bor-ku. Masalan, mana bular bitta gryazga qo'yiladi-da, obrobotkaga narigindan tashlanadi-da. Keyin 50 tonnaliklarimiz bor. Endi shu katta ish qiladiganlar, qurilishda yuradiganlar bor, katta zavodlar bor, odamlar bor. Shularga aytib qolardimki, bu yerda nima desa bo'ladi? Bizga ichimlik suv darajada qilib bera olamiz-da bu narsani. Xohlashsa. Endi uni yerda tagiga qo'yib yuborish bu oddiy usul deb o'ylasak, shunchaki uni suvni qaytarish ham bor-da. Bir xil joylarda bor. O'zimda suvimni ishlatib berdim. Shunaqa akalarda agar zavodlar, fabrikalar bo'ladigan bo'lsa, xohlashsa o'sha suvni o'zlariga filtrlab, shuni chiqarib beramiz tepaga. O'sha holatida qilib beramiz. Variantlar yo'q emas deyman-da. Bir bor. Bemalol tanlab olishadi. 4 xil variantimiz bor, 4 xil varianti puli ham hammasi yozilgan bo'ladi. Bizga masalan nima deydi? Kuniga masalan 500 tonna chiqadimi, 600 tonna chiqadimi, uni haligisi yo'q. Qizig'i yo'q suvda. Qizig'i yo'q. O'shanga qarab turib, idishda ob'yomini qo'yamizda, filtrlab o'zlariga qaytarib beraveramiz. Xullas, misol uchun mana ularga bo'lsa bitta katta ekskavatorda olib kelib 10 minutda kovlab qo'yadi, 10 minut, 15 minut ichida kovlatib turib, aytsanglar o'zlari kelib, olib kelib o'rnatib, texnologiyalarni o'rgatib, keyin aytganchilik. Bakteriyasi haqida ma'lumot bering. Bakteriyani qayerdan olinadi, qayerdan sotib olinadi shu narsani? Bo'ldi. Bakteriya bo'yicha hozir bolalarni telefon nomerini tashab ketsak ham bo'laveradi. Bakteriya bo'yicha addinni chiqaverasizlar deb. Bu hozir uni bolalar O'zbekiston bo'yicha yetkazib berishadi. BTS degan narsa bor-da, ko'pchilik bilmaydi BTSni. BTS hamma yoqda bor hozir bu dastavka bo'yicha-da. BTSga o'sha o'zlariga yaqin joydan chiqishadi aloqaga. Men BTSdan mana falan adresdan sen telefon qilgansan. Falan yerga kelib olib ketilasanmi? Biz o'sha yaqin joyini tanlab turib BTS orqali chiqarib beramiz. Bakteriyalar 75 gram bo'ladi, 6 oyga yetadi. Endi bu xonadonlar uchun-da bu. Xonadonlar uchun 75 gram 6 oyga yetsa, hozir narxi 50 ming, 60 ming sotishyapti kerak. O'sha dastavkasini bir o'sha O'zbekiston narxi chekkasiga bo'lsa bir 70 mingga yetib boradi-da. Endi 5-6 oyda 50 ming, 60 ming shunday. Tashlab qo'yiladi shu. Shunday. Xo'p, keyin shuni ham aytib, endi bakteriya desak, bakteriya deyiladi-ki, nomi. Bu insonga bu zararli ziyoni yo'q. Umuman keyinchalik yomon asoratga olib keladigan narsa bo'lmaydi. Yo'q, bu bakteriya bilan ximikatda adashtirishmasa bo'ldi. Ximikatda, to'g'ri. Nimaki, buni odamlar semirtiryapti, ozdiryapti-ku. Ular hammasi bakteriya bilan-da. Bakteriya bilan. Ximikatni emas, ular ham. Xo'p, tushunarli aka. Endi jicha narxida aytaylik. Narxini aytmaysanmi deb haligi shoshqaloqlar bor. Qancha kuba nech kubaliga deydi, shunisi nech puldan deb bitta tushuntirib keting, olib borib o'rnatishini bilan deydi-ku.
Endi mana shu 3 tonnaligimiz aka vodiy bo'yicha dastavka montaji ichida 7 million so'm sotilyapti. Endi dastavka montaji ichida degandan keyin haligi nima deydi? Kovladi, ko'ngillarni bo'ynimizga olmaymiz. Ha, tayyor kovlangan joyga o'rnatib, uстановка qilib berasizlar, xullas. Endi zakazchiga aytamiz, joyda razmerini kovlatib tayyorlatib beradilar. Bitta zilda shebionka beradilar. Bir 10-15 metr palatina truba ketadi. Akalar bizdan to'lka idish, yetkazish, shuni ertaga joylashtirib berib, 3 tonnaligimiz 7 million so'm vodiy bo'yicha. Bu narsa. 2 tonnaligichaki? 2 tonnalik 5,5 million so'm, bu ham vodiy bo'yicha. Hop. 2 tonnalik so'm tayyor o'rnida turibdi. Bu ham bir dona qolib shekilli. Xo'p, keyinchi mana 30 tonna aytyapsiz, kattalar. Ular obyomga qarab. Obyomga qarab qilib beraveramiz. Masalan, xonim mana shu uni quruvchi akalarimiz bo'ladi. 70 ta xonadon bor, 50 ta yoki 60 ta deyshadi. Kelishilgan uni. Kelishilgan holatda borib qilinib aytiladi, to'g'rimi? Ana ko'ringlar, ana shu yoqda so'z isbot bilan bo'lsin, bular shunchaki olib kelib sotmayaptilar. Bu yoqda mana qoliplar, ish jarayonlar mana bu yerda qoliplarigacha bor, ha. Mana nechta tonnalik mana kattasi? Bu 50 tonnalik qalapi. 50 tonnalik qolip qaranglar. Mana material mana shunday bo'ladi aka, mana shu. Mana mayda iplari bor. Buni hammasini noldan ishlab chiqaramiz. Stikla house shumi material? Stikla house mana shu bo'ladi aka, materiali. Mana shu material bo'ladi. Mana shisha tolalaydi. Mana undan shuncha bo'ladimi? Ha, endi buni haligi desangiz, buni ipi bo'lsa, bu o'sha prisledda. To'qilgandi varianti deydi. Hammasi bir xil buni. Hammasi bir xil ekan. Buni ko'pchilik aytishadi, haligi olib kelib sotasanmi deyshadi. Yo'q, akalar, olib kelib sotmaymiz, noldan ishlab chiqaramiz o'zimiz. Shu yerda. Hop, yana ozgina ma'lumot qolib ketgan. Aka, bu nimasi mana shu narsa? Bu перегородкасida aka. Ichida kameraga bo'lamiz. Mana bunday qilib bo'linadi bu narsa. Hop. Mana bunday qilib o'rnatadi. Kameraga bo'linadigan devori deylik. Devor. Xuddi shunday. Bu mana bunday turgani sababi mana ko'rsatuvlarim hech qanaqa bu haligi sekret beri yo'qda bu narsani. Qabrga olib ketamiz. Mana bu axlat aka, mana bu yerda qolib ketadi-da, suv o'tadi xolos, mana teshigi. Mana yerdan suv to'lib o'tadi. Mana bunday. Axlat birinchi kamerada qolib ketadi. Hali bakteriya usbet qilinmagan. Tushunyapsizmi? Faqat suv o'tadi xolos u yerga, obработка bo'lgan suv. Gap yo'q. Keyin bundan o'tib turib, keyin buni kameraga keladi. Bu ham mana bunday o'rnaydi, mana shunday. Keyin agar ozmoq случайныйga qolib ketsa, buni bu bega yog'lama tushadi-ku. Qolib ketsa mana bu ushlab qoladi. Bu ushlab qoladi. Bu 3-kameraga umuman suv o'tadi. Xullas, umuman haligi nimada qatiqni yog'ini oladi, shunday qilib yog'ini olar ekanda. Shunday. Keyin yer totib ketaveradi bu oddiy suvi. Oddiy suvni любой yer tortadi. Faqat sho'q yer bo'lmasa bo'ldi. Haligi qattiq yer bor-ku. Haligi azbiz deydi, oq haligi. Xuddi ana unaqa yerga tavsiya ham qilmayman, zakaz ham olmayman unaqa yerlarda. Faqat yoki tuproqda o'zi bo'lsin, yoki qumda o'zi bo'lsin, yoki shag'alda o'zi bo'lsin. Zakkash yer bo'lsa ham, haligi qattiq qatlam bo'lmasa bo'ldi. Voy, bir qarashdan suv chiqsam o'rnatib beramiz. Daryoga o'rnatib beramiz kerak bo'lsa, ishlaveradi, bor. Bo'ldi aka, gap yo'q, ishlarga omad ekan. Ana. Xullas, biz hozir manzilni bitta aytib borasiz. Bizniki adresimiz Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i. Tepaqo'rg'on qishlog'i. Xullas, Namanganda. Agar nima deydi, har 2 oy, 3 oyda bitpasi to'lib qolib, tortqizib zerikkanlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, akamiz. Aka. Xudo xolasa kelishib, olib borib O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Yetkazib beriladi. Agar Xorazmda bo'lsa, filiallarimiz bor, idishlarimiz bor, bemalol. Shunday holatda Xorazmda ham bor. Bo'ldi. Aka, rahmat, ma'lumotlar uchun. Sizlarga ham katta rahmat. O'zbekistonga shunaqa katta foyda keltiradi. Yana ham yangi texnologiyalar olib kirib yoki ixtiro qilish nasib yana ko'payaversin aka. Rahmat aka, sizlarga. O'rtoqlar, video yoqqan bo'lsa like, podelitsiya, kommentariya qilib videoni jo'nataveramiz. Nima deydi? Ko'proq ko'rishga, ko'pchilik bu narsa bo'yicha haligi o'ylab yurganlar ko'pda, kanalizatsiya qilish kerak. Muammosi o'ta ko'pda buni. O'ta ko'p. Yangi uy solganlarga ham mana shuni maslahat beramiz. Domchilar bor aka, buni haligidan gastindan o'tolmayotganlar bor-da, gastin topshirish kerak, boshqasi deyshadi. Hammasiga yordam beramiz. Bizning dokumentimiz hamma yo'g'imiz bor. Ko'rishguncha.